Amerika Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga chetildigan Xitoyning yana 5 shirkatini qora tizimga kirgizdi. Ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistonda tizimga ilingan mazkur 5 shirkatning hammasi Hangzhou Haikang Shiwi raqamli texnik cheklanish shirkatining tarmoq shirkatlari bo'lib, Hangzhou Haikang Shiwi Xitoy Kompartiyasi egiligidagi shirkat bo'lib, Sharqi Turkistondagi ko'z tish kameralarini mazkur shirkat ta'minlagan. Savdo ministerligining bayonotida mazkur Xitoy shirkatlari Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlar va boshqa millatlarga qaratgan bostirish, keng ko'lamda xohlagancha tutqun qilish, yuqori texnikalik nazorat qilish harakatida kishilik huquq dafsandichiligiga chetildi deyilgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkel Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda sodir qilgan jinoyat uchun dunyoning mas'uliyat tuyg'usi his qilmaganligini aybladi. Kishilik huquq advokati bo'lgan Nuri Turkel xalqaro jamiyatga Beijing sodir qilgan jinoyatga qarshi qizg'inlik va ta'qirsizlik tuyg'usini ko'rsatmaganligini bayon qilib, bundan keyin irqiy qirg'inchilik yuz bermasligi uchun tarix bizga bergan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish mas'uliyatini o'z ustiga oladigan hech kim yo'q dedi. Xitoy Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Tayvan rahbari Tsai Ing-wenning Amerika Avam palatasining boshlig'i Kevin McCarthy bilan ko'rishishning ig'vogarchilik bo'ladiganligini aytdi va biz buningga qarshi barliq tadbirlarni qo'llanamiz dedi. Egilishicha, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen tunugun vakillar o'miki bilan Beliz va Guatemalani o'z ichiga olgan 10 kunlik O'rta Amerika ziyorati uchun yo'lga chiqqan. Dunyodagi o'zak ishlab chiqaradigan uskunlarni ishlab chiqaradigan davlatlar Xitoyga qarshi saf turishga boshlagan bo'lib, Xitoyning bo'lsada to'xtatqilib bo'lmaydigan yukselishini tezlatish uchun Amerika, Yaponiya va Gollandiya o'zak yasash uskunlarining Xitoyga eksportini cheklagandan keyin eksport shiddat bilan tuvallagan. Oktyabrdan dekabrgacha Yaponiyaning o'zak ishlab chiqarish uskunlarining Xitoyga eksporti 16%, Amerikaning 50%, Gollandiyaning 44% tuvallagan bo'lib, Yaponiya Xitoyda yo'qolgan bozorini boshqa davlatlarga 26%, Amerikaga 10% oshirish bilan to'liqlagan ekan. Hindiston quruqliq armiyasi qo'mondoni Manush Pandey Hindistonning Xitoy bilan bo'lgan uzun va talash-tortishlik chegarasida har qanday hodisaga tayyorlik qilayotganligini, shuning bilan bir vaqtda Xitoy armiyasining qarorlik holda to'planayotganligini o'tirg'i qo'ydi. Amerika bilan Yaponiya elektronlik mashina batareyasida ishlatiladigan halqiliq mineral moddalar to'g'risida savdo kelishimi imzoladi. Bu kelishim muhim mineral moddalarning ta'minlash zanjirini kuchaytirish va ko'p xillashtirish hamda elektronlik mashina batareya texnikasini qo'llanishga ilhom berishni maqsad qilgan. Xitoy Davlat ishlari komissari va Tashqi ishlar ministri Qingang va Vyetnam Tashqi ishlar ministri Boy Tanxun ikki davlat munosabatini umumyuzlik strategik hamkorlik sheriklik munosabati o'rnatganligining 15 yilligini fursat deb bilib, ikki davlat munosabatini yangi pallaga ko'tarishga va'da berdi.